Bu dorilar o'zga o'rgatadi. Bu dorilarni ichma. Bu dorilarni ichadigan bo'lsang, doimiy ichadigan bo'lib qolasan yoki doimiy sepadigan bo'lib qolasan. Ingalyatorlarni ham umuman ishlatma. Bu o'zga o'rgatadi deb noto'g'ri aytadiganlar juda ham ko'payib ketdi. Do'stlar, ingalyatorlar yoki dorilar, ya'ni allergik kasalliklarda ishlatiladigan dori-darmonlar o'ziga o'rgatib qo'yish xususiyati yo'q. Zarurat bo'lganda foydalanish kerak, to'g'ri foydalanish kerak. Ko'pchilik aytadi, dorilar yozib bersak, bu o'ziga o'rgatib qo'ymaydimi, doim ishlatadigan bo'lib qolmaymanmi deydi. Yo'q, kasalligingiz paytida ishlatiladi. Kasal bo'lmagan paytingizda sizga dori kerak emas. U o'zingizni sog'lom paytingizda ham dori qumsatib bir o'rgatib o'ziga ishlat deb anaqa bo'lmaydi. Miyangizda qanaqadir fikrlar yoki hislar paydo qildirmaydi ular allergik dorilar. Shuning uchun har xil tushunmagan, ya'ni doktor emas bo'lgan insonlarda fikrlariga ishonmanglar. Dorilar o'ziga o'rgatmaydi. Ko'pchilik bizga ingalyator to'g'risida shunaqa deydi. U nafassiz qisib turgan bo'lgan paytda dorilar ishlatilishi kerak, davolash kerak-ku. Shu paytda ishlatadi. Nafassiz qismasa ham o'zidan o'zi sepib yurmaysiz uni. Shuning uchun siz ham o'zga insonlarda gapiga ishonmasdan shifokor bergan tavsiya asosida bemalol dorini qilishingiz mumkin. Mabodo o'ziga o'rgatib dori qanaqadir yomonroq ta'sirlari bo'lsa, mana shu dori siz yurolmaydigan qilib qo'ygan bo'lganda, davlat bu dorilarga sotuviga, ya'ni dorilarni sotuviga taqiq qo'yib qo'ygan bo'lardi. Shuning uchun bemalol sizga shifokor dori yozib bergan bo'lsa, ya'ni allergolog shifokorlardan bemalol foydalanishingiz mumkin. Aynan men allergik kasalliklar dorisi misolida aytib o'tyapman do'stlar. Xayr, salomat bo'ling. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin.